Assalamu alaikum ve rahmetullahi ve berekatuhu. Qadirlik Facebook'taki dünyanın her qaysi joylardagi qarindoshlarım. Ben Abdulaziz Beshto'g'roq İstanbul'dan sizlarga Allohning cennet salom bo'lgan assalomu alaykum ve rahmetullahi ve berekatuhu degan salom bilan birlikte Facebook'ta birlikte o'rganib kelayotgan islom tarixiga oid Facebook sin darsimizningki 21-sida bu qo'lamdagi bunu İslam tarihi teklimekan Uyg'ur nashriyat tarafidan 2014-yil nashr qilingan Professor Doktor Muhammed Özdemir, Professor Doktor İbrahim Sarıçam, Professor Doktor Seyfettin Ershahin qatarlıq 3 professor doktorning birlikte tüzüp çıkan bu kitabıdan, yani teklimekan Uyg'ur nashriyat tarafidan nashr qilingan kitaptan sizlar bilan birlikte İslam tarixiga oid mazmunlarni birga o'rganib kelgan. 7. bab biraz uzun, biraz köpken 7. babdaki mazmun. Çünkü İslam medeniyeti hakikaten dünya medeniyetleri işine ait mühim ürünü egallaydi. İslam tarihinin içidimi İslam medeniyetiga dair mazmunlar bu kitabımızda körüp ötkünümüzge okşaş biraz mazmun hali köp salmakni teşkil kılıdiken. İdare cemiyetler degan bölümge keptimiz. Bu bölümde halipilik, onundan keyin vezirlik, onundan başka Şeyhul İslamlık, onundan keyin bolsa adliye organlarida qazilik, mahkemelerde mezalim mahkemeleri, askeri mahkemeleri yani qazi askerlik. Ondan başka bazar başquruş degendek mezmununu öğündikemiz. Saqçı teşkilatı degen mezmununu birlikte öğünüp etip, onundan keyin 22. dersimizde ordu yani armiye toğruluk, vakıflar toğruluk, vakıfların hizmet sahaları, bazı vakıfların hizmetleri, imarethaneler, karvansaraylar, doktorxonalar, ondan keyin kuvvet ve ahilik toğruluk mezmununu 22. dersimizde tügütüp 8. bab İslam medeniyetinin tesirleri degan mezmununu 23. dersimizde başlap aldık emmiz. Onundan keyin qaragan çağda yana 8 ders, belki 30 ders bilen tugaydigan o'xshaydi qadrli qarindoshlar. Ana o'sha kelgan yerdan başlap olayli. Halipilik her medeniyetga o'xshash İslam medeniyetimi hakimiyet tuzilmasini qurib chiqqan. Bularning 5i da halipilik keladi. Halipilik birisining o'rniga o'tgan yoki keyingining kelguchi degan ma'nolarni bildirdi. Halipilik Peygamber Aleyhisselam vafot bo'lgandan keyin o'rniga kelib, musulmonlarning din davlat ishlarini yurgizadigan kishi deganlik bo'ladi. Bu unvon islom tarixida tunji qatim Peygamber Aleyhisselamning o'rniga saylangan Hazreti Abu Bakr uchun ishitilgan. Onunla Halife Resulullah, Halifeti Resulullah, Resulullah'ның halifesi deyilgen. Halifelik makamına kelgen rehberge Emrul Mu'minin, müminlerin emri ve imamı degen ünvanla verilgen. Müslümanların tuncu rehberi Peygamber Aleyhisselam'dır. O Peygamber buluş bilen birge Medine'ye hicret kılgandan keyin kurulgan devletin reislikini üstüge algan. Dini işler bilen birlikte siyasi, harbi, idari ve adliye işlerde en yüksek orundaki kişi Peygamber Aleyhisselam idi. Kur'an-ı Kerim'de Peygamber Aleyhisselam'dan keyin Müslümanların beşiği kimnin kildiğanlığı, yani halifenin kim bulduğanlığı hakkında bir körsetme bulmagan o'xshash Peygamber Aleyhisselam'ı bu haqda her qanday bir körsetmede bulmagan. Hakimiyet ve siyasetki münasebetlik meseleler tamamen Müslümanların erkin iradesiga koyup birilgen.
Peygamber aleyhisselam vafatından keyin xalifelikka Hazreti Abu Bekir saylangan. Onundan keyin Hazreti Ömer, Hazreti Osman ve Hazreti Ali qatarlıqlar xalife bo'lgan. Bularga 4 xalife yoki xulafai Rashidin deyilgan. 4 xalifeden keyin Umayyilar 661 yildan 750 yilgacha, Abbasiylar 750 yildan 750 yildan nimdepti bu 1179. Bunun 1258 yılgacha bo'lgan davrda Bag'dod, qolgan qismi Misr mamluk davridir. Ve Osmanlılar yani 1517 depti. Abbasiylarda 750'de 1517'gacha. Bunun 1258 yılgacha bo'lgan davri Bag'dod, qolgan qismi Misr mamluk davridir. Ve Osmanlılar 1517 yıldan 1924 yılgacha xalifelik vazifasini ustiga olgan. Bunun bilan birga Misr, Fatimi ve Endulus Umayyilari yangi xalifa davlatlari qurgan. Osmanlı padişahı Yavuz Sultan Selim 1517 yılı Mısır'a kirib mamluk davlatiga xotim bergan. Yavuz Sultan Selim İstanbul'a qaytib kelgan vaqtida Xadimul Harameyn Şerepeyn iki haremning xizmatchisi degan unvon bilan İslam dünyasının beşi ve xalifasi bo'lgan. Xalifelik tuzumi 1424 yıl 3. Mart'ta Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafidan amaldan qoldirilgan. Xalifening saylanışı. Xalife iki bosqichda saylan bilan bekitilgan. Birinchi bosqichda xalife nomzodi mötəbərlər meclis tarafidan saylanadi. İkinci bosqichda musulmonlarning tasdiqi elinadi. Tuncu 4 xalife bu şekilde saylangan. Umayyi sulaləsinin qurğucusu Muaviye hayat vaqtida oğlu Yezidni özüdün keyingi xalife deb e'lon qilib, xalife tayinlashni vasiyat yo'li bilan saltanatga aylantirgan. Xalifelik vazifasi diniy va dunyoviy vazifalarni ijro qiladigan maqom bo'lgan. Xalife oxirgi qaror berish maqomi bo'lish bilan birga cheksiz huquq va hokimiyatga ega emas edi. Onun hüküm qilish ve icra qilish vazifasi Qur'onning sirtiga chiqolmagan. Bunun bilan birga mahkamada javob berish mas'uliyati bo'lgan. 4-cü mazmunun ikinci kichik mazmuni vezirlik. İslamiyetning hakimiyet tuzilmasidan biri vezirlik maqomidir. Vezirlik hükümdar bilan xalq o'rtasida ko'vriklik rol o'ynaydigan bir maqom edi. Bu maqomning beshidagi vezir hükümdar vekili sifatida davlat ishlari qargan. Vezirlik maqomi tunji qatim Abbasiylar davrida o'ttirga chiqqan. Vezirlik vazifasi ijro qiladigan kishilarga islom dunyosida har xil nomlar berilgan. İslam tarixida vezirlar veziri tafviz zakaz qilingan vezir, veziri tanfiz ijro qiluvchi vezir deb ikkiga ayrilgan. Bulardan birincisi davlat ishlarini xalifega vakolatan o'z fikri atrofida yurgizgan ve soni bir bo'lgan. İkincisi ma'lum masalalarda mas'ul kishi bo'lib, ko'p bo'lgan. Vezir bo'ladigan odamda yiroqni ko'radigan qonuniy, askeri, iqtisodiy ma'lumoti ve güzel axloqli bo'lish qatorliq alayliklar talab qilingan. Tanfiz vezirlarida musulmon bo'lish shart talab qilinmagan. Köpünce vezirler musulmonlardan tanınış bilen birlikte bazı vaqtlarda başka din mensuplarından bu vezirler saylangan. Ma kitapta qadarlı qarindaşlar qaraydigan bo'lsak, bu Osmanlı xalifeliginin, Osmanlı'nın simvoli ekan. Buni Topqapıda ko'rasizlar qadarlı qarindaşlar. Hazır vezirlik xalifelikdan o'tdik. Vezirlerinin maaşları zamanga ve devletlerine qarab farqlı bo'lgan. Bular devletten maaş algandek hükümdar tarafından ikta deb atıladigan keng yerler bilan mukofotlantirilgan. Vezirlik muassasasi Türk İslam devletlerinde mevcut bo'lgan. Qarixonalarda vezir divani alining, yani yuqori divan reis idi.
Selçuklularda vezir hükümdardan keyin keladigan eng huquqli kishi edi. Divanlardan tarkib topgan merkez tashkiloti kunimizdagi ministrlar kengashiga o'xshatdi. Her divanning beshida sahibi divan ismi verilgan shaxs bo'ladi. Divanlarning beshida Divanul Vuzara nomidagi jamiyatning beshi bo'lgan vezir bo'ladi. Selçuk vezirlarining ko'p qismi Parislardan tayinlangan. Osmanlılarda vezir padişahning mutlaq vakili edi. Tunji Osmanlı veziri Orhan G'azi 1324dan 1362 yilgacha Orhan G'azi tarafidan tayinlangan. Orhan G'azi davrida faqat bir vezir bor edi. Vezir, qozi ve hükümdardan tarkib topgan divanning a'zosi edi. Çelebi Muhammed 1402 yildan 1419 ve 2. Murat 1921 yil ekan. 1921 yildan 1951 yilgacha bo'lgan davrga kelganda davlat ishlarining ko'payishi bilan vezirlarning sonimi ko'paygan. Bunun asasen baş vezir makamındaki vezirge veziri azam deyilgen. Kanuni devirden başlap Sadr Azam deb atalgan. Osmanlı vezir azami devlet, din, kanun, maarif, ictimai, iktisadi, harbi işlerden başlap bütün işlerga mesul bolgan. Vezir azamlar devlet ve halk işlerinin körüşülüp karar kılındıgan divani Humayunga padişah bo'lmagan vaqtlarda rehberlik qilgan. Kanuni Sultan Süleyman'ның veziri Lutfi Paşa 1539'dan 1541 yılgacha vezirde bo'lishga tegishli alayliklarni tuvandikicha izohlagan. Dünya hevesining yiroq bo'lishi, ishlarini Allah rızası uchun qilishi, padişahga qarata to'g'ri va sodiq bo'lishi, poraxo'rlikqa yaqin kelmasligi, ahli bo'lmaganlarga ish bermasligi, xalqqa yaxshi muomala qilishi, faqir va yo'qsullarni himoya qilishi qatorliqlardan iborat. Shayxul İslamlik. İslam medeniyetining o'ziga xos alayliklaridan birisi bo'lgan Shayxul İslamlik Osmanlılar tarafidan qurilgan. İslam tarixida iqtisodiy masalalarni hal qiladigan yuqori din olimiga Shayxul İslam unvoni berilgan. Osmanlı davlatida ilm ahli kishilarning beshidagi shaxsga Shayxul İslam tashkilotiga Shayxul İslamlik deyilgan. Osmanlı davlati ko'p sohalarda bo'libmi bilim va ma'arifga Türk İslam san'atini davomlashtirgan. Orhan Bey bursidan boshlab muhim yerlarga qozi tayin qilish bilan birga 1330 yılda İznik'te tunji Osmanlı medresini açkan. Bu faaliyetlerinin keyinki vaqtlarda mı devam kılgan. Osmanlılar 1362 yılda qazi askerlik teşkilatını kurup dini hizmetler bilen maarif ve sot rehberlikini onunla bergen. 2. Murat 1425 yılda Molla Şemseddin Penari'ni tunji Shayxul İslam tayin qilgan. Fatih Sultan Shayxul İslamlik tashkilotini texmo tartibga solib, qonun nomisida Shayxul İslamlikni ilm ahli sinifining 5 raisi deb bekitgan. Shayxul İslamlik bu tarixdan boshlab o'zining qadimiy yoki huquqiy ustun qozi askarlik tashkilotidan texmo yuqori unvonga ega bo'lgan. Tarix taraqqiyot jarayonida Shayxul İslamlikning asosiy vazifalari tuvandagidek edi. Birinci, qazilikning talabiga asosan diniy fikrini o'ttirib qo'yish, fatvo berish. İkinci, davlat talab qilgan vaqtda siyosiy, iqtisodiy va ijtimoiy masalalarda fikrini o'ttirib qo'yish. Üçüncü, diniy xizmatlarni boshqarish. To'rtinchi, ma'rif organlarini boshqarish, adliya organlarini boshqarishdan iborat. Adliya organları. Yani bu kolumuzdaki İslam tarihi degan teklemekan Uyghur Neşriyat tarafından 2014 yılında neşr kılınan kitapta 7. bab İslam medeniyeti babından
idare ve cemiyetler degan bölümni o'qiyotimiz. Adliya organlari islom madaniyati boshqa madaniyatlarga o'xshash adolatning hokim bo'lishiga alohida ahamiyat bergan. İslamning asosiy prinsiplaridan birisi adolatdir. Adolatning ziddi bo'lgan zulm, buyuk gunoh va insonlik aybi deb ko'rsatilgan. Qur'on Karimda zikr qilingan adolat bilan munosabatlik ba'zi oyatlarda musulmonlarni bu vaqtda sezgur bo'lishga chaqirgan. İslam insonning mili, aqli, dini ve hayatını qo'g'dashni maqsad qiladi. Adliya tashkiloti bularni qo'g'dashni asosiy vazifasi qilgan. İslam madaniyatida adliya tashkiloti asosan qozi askarlik, qozilik, mezalim, zulmga uchraguvchi mahkamaları ve hibe organlaridan tarkib topgan. Adliya tashkilotining beshida qozi quzzat bo'ladi. Adliya ministerligiga o'xshaydigan qozi quzzatlik Abbasiylar davrida qurilgan. Adliya organlari degan mazmunda kichikgina bir mazmun bor ekan, qozilik. İnsanlar başlangıç davrlardan başlap hal qilolmagan masalalarni hal qiladigan adolatni ta'sis qilish uchun mahkama organlari qurgan. İslam madaniyatining bu masalalardagi sud organi qozilik bo'lgan. İslamning tunji yillarida qozilik organining raisi Payg'ambar alayhissalom edi. Qozilik tashkiloti Hazreti Ömer davrida taraqqiy qilgan. O tunji qatim büyük şehirlerde bevosita xalifaga qaraydigan qozilar tayinlagan. Keyingi vaqtlarda islom tuproqlarining kengayishi bilan ba'zi markazlarga yangi qozilar avatgan. Qozilar keyingi vaqtlardagi musulmon davlatlarda qozi quzzaning talabi va hukmdorlarning tasdiqi bilan vazifasiga tayinlangan bo'lgan. Qozilar viloyat, şehir ve yezi derecesinde teşkilatlangan. Qazilarga rişvet yani para, adam vasıtçılığı qilishning oldini elish, adolatni to'liq ta'sis qilish uchun yuqori maosh berilgan. Qazi taraflarning guvohligini tinglab, dalillarni ko'rdi. Qazi taraflarning guvohligini tinglab, dalillarni ko'rdi. Hukmni ko'pincha vaqtlarda tunji meydanda berdi. Qazilarning hukmlari keskindir. Bunun bilan birga da'vogarning sulton yoki mazolim mahkamasiga murojaat qilish huquqi bo'ladi. Bu maqomlar berilgan qarorni bekor qilib o'tadiganlikka o'xshash qarorning yangidan ko'rilishini talab qila oladi. Mustaqil bir qozining tuvandagidek vazifalari bor. Sud vazifasini ijro qilish, shahar sirtidagi rahbarlarga maslahatchilik qilish, jamoat guvohligi berish, vaqflarni boshqarish, faqir, ojiz va yetimlarga g'amxo'rlik qilish. Islom madaniyatida qozilik tashkilotida sudning bir parchasi sifatida muftiylikmi yer olgan. Mufti qozining yordamchisi va maslahatchisi bo'lgan. Davlatning muhim aholi rayonlarida muftiylar bo'lgan. Muftining asosiy vazifasi fatvo berish va da'voning mahkama usuliga uyg'un yoki emasligini isbotlash uchun muftiydan fatvo so'ragan. Masalan, kontrol qilish edi. Muftining asosiy vazifasi fatvo berish va da'voning mahkama usuliga uyg'un yoki emasligini kontrol qilish edi. Qozilar da'vogar yoki da'vochining haqli ekanligini isbotlash uchun muftiydan fatvo so'ragan. Ko'p sonli muftiylar davlatdan maosh olmay qilgan xizmatlariga qarab davlatdan haq olgan. Bu usul bir jihatdan muftiylarning rasmiy besimlardan yiroq turishini kapolatga ega qilgan. Mahkamalar, mazolim mahkamalari, davlatning yuqori darajalik rahbarlari xalifa, sulton, vazir, amir tarafidan yurgizilgan sud xizmati edi. Mazolimning so'z ma'nosi shaxsiy haqlarga hurmat qilib, haqsizlarga qarshi qilingan harakat deganlik bo'ladi. Mazolim mahkamalari ham adliya ham ma'muriy sud organi bo'lgan. Mazolim mahkamalarining asosli vazifalari: birinchi,
xalqqa nachar muomala qilib, haq va adolatdan ayrilgan zalim rahbarlar haqidagi shikoyatlarni tinglash. Ikkinchi, ma'murlarning baj va boshqa davlat mollarini to'plagan vaqt xatoliklarni tekshirish. Uchinchi, yuqori darajalik davlat ma'murlarini nazorat qilish. To'rtinchi, davlat ma'murlariga kam maosh berish yoki maoshlaridan kechikishi haqidagi shikoyatlarni tekshirish. Beshinchi, hurmatlik va nufuzli kishilar tarafidan qilingan haqsizliklar va o'tkazgan jinoyatlarga munosabatlik da'volar qarash. Oltinchi, qozilarning chiqargan hukmlarga qarshi bildirilgan e'tirozlarni tekshirishdan iborat. Askeri mahkamalar, ya'ni qozi askarlik. İslam medeniyetida yuqorida so'zlab o'tganimizdek harbiy sud sistemasi qurilgan. Armiya va askarga mansub kishilarni munosabatlik jazo va ba'zi qonuniy da'volarga qozi askarlik deb atalgan askeri mahkama qaragan. Qozi askar harbiy sudya deganlik bo'ladi. Payg'ambar alayhissalom hayot vaqtida bu vazifani ijro qilgan. Hazreti Umar ordugah shaharlariga qozilar tayinlab bu tashkilotning asosini qurgan. Abbasiylarda qozi quzzotlik, keyingi davrlarda qozi lashkarlik qatorliq tashkilotlar qozi askarlik tashkilotining boshlamchisi bo'lgan. Osmonlilarda qozi askarlik 1-Murad davrida 1363-yilda qurilgan. Tunji Osmanli qozi askari jandarli Halil Xayriddin Pasha idi. Devletning hokimiyat sohasining kengayishi bilan Fatih davrida 1481-yilda Yevropa qismi uchun Rumali qozi askarligi, Osiyo qismi uchun Anatoliya qozi askarligi ta'sis qilingan. Qozi askarlikning asosli vazifasi: birinchi, harbiy sudni boshqarish va ijro qilish, armiya va askariy qo'mondonlarning tinchlik va urush jarayonidagi qonuniy ehtiyoj va kelishmaslikni hal qilish. Ikkinchi, hokimiyatga munosabatli bo'lgan yerlarda divoniy humoyonga qo'shilib, davlat hokimiyati bilan munosabatlik mas'uliyatlarni ustiga olish. Divoniy humoyonda islom qonuni bilan munosabatli temalarda fikrni o'ttirg'a qo'yish. Baza boshqarish, ya'ni idora organlar, bu qo'limizdagi islom tarixi Teklimakan Uyg'ur nashriyati tarafidan 2014-yilda nashr qilingan kitob. Professor doktor Muhammad Özdemir, professor doktor İbrahim Sarıcan, professor doktor Seyfettin Ershahin degan ustozlarniki tuzgan kitob ekan, nihoyat ixcham bilan kitob ekan. Shuni o'qiyapmiz. Baza boshqarish. Og'zimizni biroz nemli bo'laylik, qadrli qarindoshlar. Hisbe İslam medeniyetinin adaletini ta'sis qilish uchun qurgan organlardan birisidir. Bu organ İslamning yaxshilikqa buyurib, yomonlikdan to'sish prinsipini amalga oshirish uchun qurilgan. Bu organda ishlaydiganlar muhtasib deyilgan. Payg'ambar alayhissalom davrida o'tirib chiqqan hisbe jamiyati Hazreti Umar davrida texmo tashkilotlik bir organ shakliga keltirilgan. Bu tashkilot organ bütün İslam dünyasida qurilgan. Bo'libmi Osmonlilarda her nahiyaga birden muhtasib tayinlangan. Muhtasib bo'ladiganlarda musulmon, aqil, baliq er, adil, kuchlik, bilimlik, bilginiga amal qiladigan va axloqli bo'lish qatorliq shartlar talab qilingan. Boshqa vazifalarga o'xshash hisbi tashkilotida ishlaydiganlarmi davlatdan maosh olmagan, xizmatlariga qarab tirikchilik qilgan. Hisbi tashkilotning asosiy vazifasi tubandikicha: xalqning ibodatlarini ado qilishiga imkon yaratib berish, jami rahbarlarini nazorat qilish, muazzinlarga vazifa qo'yish, bozor tartibini saqlash, xalqning shikoyatlarini tinglash, davlat tartibidan buzilgan yoki ijtimoiy tartibni buzadigan qonunsiz harakatlarning oldini olish, yo'llarni remont qilish, o'quvchilarni urgan o'qituvchilarni jazolash, qo'shni haqqini asrashdan iborat.
Saqchi tashkiloti, yani idora organlardan birisi. İslam devletlerinde saqchi tashkiloti shurta deyilgan. Shurta saqchi tashkilotining asosini Hazreti Ömer qurgan. O xalqning ahvolini uqish va omonligini saqlash uchun kecha navbatlik tuzumini o'rnatgan. Shurta saqchi tashkiloti tunji vaqtlarda qozilarning amriga berilgan. Keyin Amaviy xalifelerden Hisham ibn Abdülmelik tarafidan ayrim idora qilib qurilgan. Shurtaning asosli vazifasi tubandikicha: xalifa, vali qatorliq yuqori darajali rahbarlarning bexatarligini saqlash, jinoyatchilarni tutish, sotning qarorlarini ijro qilishdan iborat. Qadrli qarindoshlar, qo'limizdagi bu islom tarixi degan kitobdan Taklamakan Uyg'ur nashriyot tarafidan nashr qilingan 7-bob bu shu islom madaniyati miyagimi choplab qo'ysak mazmunni yani islom madaniyati degan 7-bob shu bobdan o'qib oxirgi mazmun tugidi. Qadrli qarindoshlar, inshaalloh erta vaqtimiz yetsa ordu, yani 268. betdeki, yani ordu, asker, yani armiya degan mazmunni birlikda o'rganganmiz. Undan vaqtlarning xizmatlari, undan keyin quvvat va ahiylik degan mazmun bilan, shuning bilan 22. darsimizda inshaalloh 7-bobni birlikda o'rganib tugatgan bo'ladi ekanmiz. Bugun Erkin Sidiq akamizningki bu tadbiriy darslarida kitobni tez o'qish, ya'ni tez kitob o'qish mahorati haqida ba'zi mazmunlarni so'zlab o'tdik, o'rganib o'tdik. Shunga o'xshash vaqtimizdan foydalanib, internetdan foydalanib, internetninki zakiti zaten da'vat, shundoq birlikda o'rganishdan qilyapmiz. Buningdan foydalangan nurg'un qarindoshlarimiz bor. Alloh ulardan rozi bo'lsin. Bugungi darsimiz mushayga davom qildi. Allohning o'ziga omonat bo'linglar. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuhu. 22. Facebook islom tarixi sin darsimizda ko'rishguncha omon bo'linglar. Allohning o'ziga omonat.